İmam Buxoriy rahmatullohi alayning Al-Adabul Mufrad nomli adab axloq haqida yozilgan hadis kitobi. 9-dars 14-bab. Bir kishi o'zining ota-onasini tillamaydi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Cho'ng gunohlarning qatoridan bir kishining o'zining ota-onasini tillishidir." Sahobalar qandoq tillaydi deyishdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kishini tillaydi, andan uning otasini va onasini tillaydi dedi. Ya'ni bu degani bu bir odam bilan tilishib qolgandan keyin qarshi tarafning dadasi ham opasini qo'shib tillagandan keyin qarshi tarafni yondirib ham buning dadasi opasini tillaydi. Shuning bilan u xuddi o'zining dadasi va o'zining opasini o'zi tillagandek bo'ladi demoqchi. Demak, bu hadis deyilmoqchi bo'lgani ota-onasining tillanishiga sababchi bo'lib qolishmi cho'ng gunohlarning qatoridan demoqchi. 28-hadis. Abdullah ibn Amr ibn al-As rivoyat qilib shundaq deydiki, Allohning huzurida cho'ng gunohlarning qatoridan bir kishi o'zining dadasining tillanishiga sabab bo'lib qilishi deydi. Bumi yuqorqi hadisga o'xshash dadasining yoki onasining til boshqalar tarafidan tillanishiga sabab bo'lishi cho'ng gunohlarning qatoridan. 15-hadis. Ota-onani qaqishning jazosi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Abu Bakr emas, Abu Bakr ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundaq degan: "Hech qanday bir gunoh yo'q. U gunohning sohibi, egisi, gunoh qiluvchi kishi bu dunyoda ham jazosiga tez jazolanadigan, oxiratga uning jazosi kechiktirilishi bilan birga" deydi. Qaysi gunohdan deganda zulm qilish va sil rahimni uzib o'tishdanmi bak, bu dunyoda ham tez jazolanadigan, oxiratga ham jazosi kechiktiriladigan, shunga loyiq, shu ikki jazoga loyiq bo'lgan mushu gunohdan boshqa gunoh yo'qdir deydi. Ya'ni boshqalarga zulm qilish va sil rahimni uzib o'tish bu dunyoda ham tez jazolanadigan, oxiratga ham jazosi qolib qoladigan gunoh. Masalan, nurg'un gunohlarni bu dunyoda u jazoga uchirmasligi mumkin, oxiratga qolib qoladi. Yoki bu dunyoda tavba qilib, yoki bo'lmasa shariy jazoga uchraydi, oxiratda qolib qolmaydi degandek. Lekin zulm, boshqalarning haqqini olib, boshqalar tajovuz qilib, boshqa har xil zulm va sil rahimni tuqqandachilikni uzib o'tish ham bu dunyoda ham oxiratda ikki jazoga tortildi. Demakki, 30-hadis. İmran ibn Husayn dan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Ya'ni sahobalardan shundaq so'rabdi: "Zina haqida va aroq ichish haqida va o'g'irlik haqida sizlar nima deysizlar?" degandan keyin biz Alloh va Allohning payg'ambari eng bilguchi, eng olim desak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ular favahishlardir. Ya'ni nayt sat qabih ishlar va bu ishlarda, bu gunohlarda jazo bor. Men sizlarga cho'ng gunohlarning eng cho'ngini deb beraymi? U bo'lsa-mu Allohga shirik keltirish va ota-onani qaqishtish dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yo'langan holatda bo'lib, ondan tizini ya qo'yib turib, ravurs o'ltirib, yolg'on so'zlash dedi. Ya'ni bu hadisda demoqchi bo'lgani, cho'ng gunohlarning ichidagi eng cho'ng gunoh yana Allohga shirik keltirishdan keyin, Allohga shirik keltirish va Allohga shirik keltirishdan keyin ota-onani qaqishtish va yolg'on so'zlashdir. Yolg'on gap qilish, yolg'on guvohlik berish degandeklar. 16-bab. Ota-onaning yig'lab qilishi deydi. Ana ota-onasi shu balasining ishlaridan rozi bo'lmay, norozi bo'lib yig'lishi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu shundaq degan: Ota-onaning yig'lishi ota-onani qaqtishning qatoriga hisoblandi va shundaqla cho'ng gunohning qatoriga hisoblandi. Shu ota-onaning balasidan rozi bo'lmay yig'lab qilishi shuni qaqtishning qatoridan. 17-bab. Ota-onasining duosi. Abi Ja'fardan rivoyat qildiki, u Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini anglagan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: 3 duo bor. Bu 3 duo ijobat bo'ladi.
shaksiz, shunun shak yo'q. İcabət buludu degini Allah'ның dərgahida qubul buludu degini. Zulmga uchragan kishining, mazlumning duosi, musafirning duosi va dadining balasi qilgan duosi. Bu 3 dua shaksiz ijobat buludu debdi. Ammo qaraydigan bo'lsak, ba'zan chaqda duolarimiz duo qilib bo'lguncha ijobat bo'lmaydi. Bu degini duo qilib bo'lguncha bu 3 xil kishining duosi duo qilgan hamon shu sekundning ichida, shu minutning ichida ijobat bo'lib ketdi degan gap emas. Allah qabul qiladi. Alloh taolo xohlasa darhol ijobat qiladi. Yoki uni kechiktirib ijobat qiladi. Kechiktirib ijobat qilishidagi sabab nurg'un sabablar bo'lishi mumkin. Alloh o'zi irod qilgan bir hikmatlar bo'lishi mumkin, biz bilmaydigan. Biz duolarimiz ijobat bo'lmay kechikib ketdi deb o'ylagan vaqtida bizdan biror yomonlikni dafi qilmoqchi, yo biror yomonlikdan bizni saqlab qolmoqchi, yoki biz so'rgan Allohdan tilgan so'rganimizni ziyoda qilib berish uchun kechiktirgan bo'lishi mumkin. Yoki uning hadislarda, boshqa hadislarda kelgandek duo oxirat kechiktirildi. Yoki shu duoning duo qilganning badaliga Alloh bir ajr berdi. Yoki bala musibatni bizdan qaytardi. Bu chuqum shu vaqtning o'zida ijobat bo'lib ketdi degan gap emas. Yuqorqi hadislardan elinadigan foydalar ota-onani qo'rqitishning Alloh shirk keltirishdan keyin ota-onani qo'rqitishning cho'ng gunoh ekanligi, yolg'on so'zlashning cho'ng gunoh ekanligi, ota-onani yig'iltishning cho'ng gunoh ekanligi, ota-onani boshqalar tarafidan tilinishiga sabab bo'lib qolishi cho'ng gunoh ekanligi, ota-onaning duosining ijobat bo'lganligi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.